söyleyeyim de rıza olan da koyalım. Sonra son bu arada bir köp yamayma duetler, yamayma proyektler geçecekti. Onlar hali yamaları da, klipleri da çıkıyor, sahnelerde de çıkıyor şurası. Min bir kompozitör kızımız var, o Moskova'da yaşıyor, Güzelye'ni siz bilirsiniz, Güzelye. Kısaca Nurgaliyevna, Güzelye Nurgaliyevna. Güzelye'nin İskitmiş motorcuları, min çatlanan minimlik bir tarlalar var. Aldağı jana okşulay ol takdim etti. Hem şu duet, hem şu klip. Kimdir ko'rgan bo'lsa, siz meni o'qitish rolida ko'rdingizmi bir klipda? So'nggi vaqtda. Da, men o'zim shodlandim. Представляете, men o'zim o'qitish bolasi. Shuna ko'ra menga bir qiziq bo'ldi. Каким я буду учителем deb Qozonning 156 maktabida biz o'sha klipni tushirdik. Bugun balki ko'plar uchun qiziqli da bor, syurpriz da bor deb o'ylayman. Chunki oldin olay zo'r anonslar chaqirmadi. Syurpriz bo'lsin deb, qiziq bo'lsin deb. Güzelye'nin jirin biz birga hozir mana shu klipni xotirlasangiz, bizning yosh ham umidli men o'ylayman kelajakda chinakam u yoshlarimiz orasida umidli qizlarimizni birisi. Eng muhimi aning talanti bilan tugul, nechukdir talant bilan tugul, tabiiy yoshlik bilan tugul, motorlik bilan tugul, tirishligi bor. Ham aning ishga motorligi bor. Mana bu bek muhim menga qolsa ijod qilish uchun. Shuna ko'ra men shodlanib, sahnaga birgalab jillar uchun Laynani chaqiraman. Layna, ketdik, Güzelye'ning jiri. Qo'l yurak. Biz oturgan onlar parda
Qozon, Tatariston. Aygalaymi? Senga topshiraman. Qo'rqmaysan, raqatlanib turish Moskva. Chatlasin. Moskva aytdilar, siz Mullabek yo'latasiz bir jinni, yolg'iz qo'yin deb atalar. U jinni bilasizmi? Ой, это мне, спасибо большое. Naima, вот вместе поверьте. Qarang, biz bilaveramiz. Классно.